20 million so'm pulim bor. Mana hozir nima maslahat bera olasiz? Men bankka bermoqchi edim. 27% berar ekan yiliga. 27%. Endi o'ylang. 27% u toza sof foyda emas. Sof foyda sizda 10% chiqadi, примерно. Inflyatsiyani hisobga oladigan bo'lsangiz, vashi foydangiz bo'lmaydi. Sizga beradigan maslahatim 20 millionni o'zingizga sarflang. Texnika sotib oling. Pitechka sotib oling, kamera sotib oling, bitta-ikkita kiyimlar sotib oling YouTube'ga tushirish uchun. Yoki-da undan ham sizga yaxshiroq maslahat beradigan yo'lim tayyor kanal sotib olishga bo'ladi YouTube'da. O'sha daromad olib kelayotgan kanal. Daromad olib kelayotgan kanalni necha pul bo'lib turadi mana shu daromad olib? Kamida 250-300 dollar turadi. 300 dollaringiz 5 million so'm bo'ladi. 5 million so'm siz 4 ta kanal sotib olasiz 20 millionga. 4 ta kanalingiz har oyga har bir kanal 200, 300, 500 dollardan olib keladi. Oyiga sizga 20 million so'm olib keladi. Tushundingizmi? 100% oyiga olib kelyapti. Endi yiliga hisoblaydigan bo'lsangiz 1200%. Siz bu aytganingiz 27% yaxshimi yoki 1200% yaxshimi yiliga?